Assalomu alaykum aziz obunachilar, navbatdagi videoga Urganch shahrida 4 qavatli binomizning 4-qavatida 3 xonali kvartirani sotib oldik. Lokatsiyamizga kelsak, bu tomonimiz obunachilar, Stratejik kollej chorrahasi, Orbit do'konimiz bu yerda. Eski tunnel desakam bo'ladi. Dekkan bo'ladi, yana yanimda. Xullas uchada qayrilamiz obunachilarimiz. Xullas mulk egasi bilan bemalol bo'lasizda. Kanalimizga yangi bo'lsa like esdan chiqmasin. Obuna bo'lib qo'yasizlar. Fikirlaringizni kommentariyada yozib qoldirasizlar obunachilar. Saytchalar bilan tushuntirib o'tsak. Obunachilar Domusdan endi ko'rinishlarga xabar bering. Karishto, xullas 1-2-3 podizne bor. Bu tomon orqa qismi esa David do'kon dekkan bo'ladi. Qarshidagi tomon yo'l Medinstitut kollejga ketadigan yo'l esa. Mana podizlar ham akkuratni saytchalar bilan tushuntirib o'tsak. Nima desak ekan? Iloji bo'lsa, yomon fikrlamang, iltimos. Har kimning o'tirishi her kim o'zi biladi, doğrudan yağdayına qarab. Fakat sizden görünlə like basan, görməsəniz ham ötürüb versəniz ham bo'ladi masalan. Yetkiga sağlıqlı çalarlar. Bunaçılan kortan to'liq tushuntirib o'tsak, Bismillahirrahmanirrahim deb 3 xonalı görüşlər mümkün. O'ng tarafimizda oshxonamiz bo'lgan bir, oshxonamizda balkona ko'chgan. Mulk egasi bilan bemalol savdo qilaverasiz. Oynangiz o'zgargan, ko'cha lokatsiyani tushuntirib o'tdik. Bu yerda katyolan bor, og'u bor ekan. Xullas joyimiz birinchi qo'l. Bu xonamizga kelsak yana mehmonxonamiz. Benam oynalari balkona ko'chgan. Podokонniklarimiz ham qo'yilib o'tilgan ekan. Xonalar alohida ko'p odamlar so'raydi, bemalol bog'lanaverasizlar. Bu xonamizga kelsak, spaynoz odam bor, kuzatib bo'lmaydi. Bu yuvinish xonamiz, kafel bor, plastik bilan o'tilgan ekan. Vannamiz yana menimizda unitazimiz. Palov tomat kirmoshim. Endiki navbat spayning ko'rishim mumkin, spaynimiz. Agar kim qiziq bo'lsa, bog'lansa bu tomon dekkan bozor, yepamaki David do'konining orqasidagi karish tomon bo'lasizlar. Esa bemalol savdo qilasizlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.